o'zbekim o'g'loni senga nima bo'ldi ay o'zbekim interneti nodonlarga to'ldi-ku o'zbekim qoldimi yo aynidek qachon inson yomon bo'lib tug'ilmas ishonmayman hech qachon. Hammaga salom. Bugun biz juda muhim va dolzarb mavzu texnologiyalarga qaramlik haqida gaplashamiz. Har birimiz kundalik hayotda texnologiyalardan keng foydalanamiz. Ammo bu qaramlikning bizning ruhiy va jismoniy holatimizga qanday ta'sir qilayotganini ko'p o'ylamaymiz. Ushbu video orqali texnologiyalar bilan haddan tashqari foydalanish va bu foydalanish bizning hayotimizda qanday xavf-xatarlar keltirilishi va uni qanday boshqarish mumkinligini o'rganib chiqamiz. Keling birgalikda bu mavzuni chuqurroq tahlil qilib, texnologiyalarga qarshi qanday kurashish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Geliyor. Assalomu alaykum. Alaykum salom. Siz charchayapsizmi? Keldingmi? Yaxshimi? O'zi oxirgi darsga ham kech qoldik. Bugun 1 soat jon berib dars qilaylik endi, qani? Hop, bir stories olib qo'yaylik. Aka, siz bilan qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Hozir biz dars qilishimiz kerak, blogerlik emas. Bu aka, oxirgi qo'ygan storiesini qarang, 300 ta odam ko'ribdi. Bo'ldi. Mana tinglamaga e'tibor beraylik undan ko'ra. Qara. Bir daqiqa aka, bir daqiqa. Kimdir like bosib. Nimadan yetardikan? Kimdir like bosibdi. Qarang, kommentariyga yozgan. Qanday chiroyli gapirasan ukajon debdi. Ha, yaxshi. Ammo formulaga e'tibor qarataylik-da. S menimcha chalg'igan M mobil holat degan bo'lishi kerak. Sen uchun maxsus formula bu. Qarang, shunga TikTokda yangi trend chiqdi. O'zingiz bir ko'ring. Yo'q, telefoning ber baqa. Seni chalg'itadi bu. Bu sening dushmaning. Siz shunday qilsangiz, yuragim siqiladi. Xuddi nimadir o'tkazib yuboraman deb o'ylayman. Bu FOMO. Bu FOMO emas. Full bo'lib qolyapsan. Darsdan orqaga qolib ketayotganingni bilmayapsanmi? Dars qilish kerak. O'rgan undan ko'ra, o'zlashtirish darajang past. Shu darslarni TikTokda qilishda iloji yo'qmikan? Borda. Kuchukcha, darsingga qara, pastga chiqsa, diyor, o'sha profilni ochasan, darsingni qilaverasan. Siz yutdingiz. 20 daqiqa dars qilaman, keyin telefonimni qaytarib berasiz. Kelishdik. 20 daqiqa dars, 5 daqiqa reels ko'rasan. Kelishdikmi? Zo'r. Hozirdan telefonimni sog'ina boshladim. Ushbu holatda ko'rishingiz mumkinki, bu talabalar uchragan muammoga biz ham kunlik hayotimiz davomida uchraymiz. Buni bitta eksperiment qilib ko'ramiz. Hozirda videoni stopga qo'yib, telefoningizni oching va telefoningiz uchun kunlik necha soat sarflashingizni ko'ring va qaysi ilovalar uchun ko'p vaqt sarflashingizni ko'ring. Bunda biz telefonimizdan qanchalik maqsadli foydalanishimizni bilib olishimiz mumkin va qaysi ilovalar bizga ko'proq foyda keltirishini yoki bizni ko'proq chalg'itishini bilishimiz mumkin. Keling endi xorijiy olimlarning fikr mulohazalariga va ularning tadqiqotlariga yuzlanaylik. 2019-yilda Germaniyaning Berlin shahrida Accelerating Dynamics of Collective Attention nomli tadqiqot o'tkaziladi. Unga ko'ra, siz turli xil mavzularga oid kontentlarni tomosha qilasiz va ular odatda qisqa hajmli bo'ladi. Bunday kontentlar sizning diqqatli va e'tiborli bo'lishingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada siz ko'p hajmli va manfaatli bo'lgan videolarni hamda manbalarni o'rganishda bir qator muammolarga duch kelasiz. Bu fanda brain rot, ya'ni miyaning chirishi deb nomlanadi va bu sizda e'tiborsizlik, sabrsizlik kabi yomon hislatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, texnologiyalarga qaram bo'lgan insonlarda instant gratification, ya'ni keyin keladigan yomon oqibatlarda hozirgi zavqni ustun qo'yish kuchi shakllangan bo'ladi. Stanford olimlarining fikriga qaraganda, hozirgi kunda dunyo aholisining 25% dan ortig'i ushbu kasallikdan aziyat chekadi. Masalan, siz kun bo'yi muhim ishlaringizni rejalashtirdingiz, ammo bilib tursangizda Instagram va YouTube tarmog'ida shorts va reelslar uchun ko'p vaqt sarflayapsiz va bundan rohatlana boshlaysiz. Lekin go'yoki buni madaniy hordiq sifatida qabul qilasiz. Ammo bunday keraksiz kontentlarga ko'p vaqt sarflash muhim ishlaringizning bir chetda qolib, ish bilan bog'liq bo'lgan muammolarga duch kelishingizga sabab bo'lishi mumkin. Chiroyli tusholay, lunch time with vibes deb
istoriya qo'yaman. Voy, mana bola yana layqa ko'rsatyapti. Har doim aldanaman men bunga. Qara bu. Ha, bu kim ekan? Endi chindan ham bir o'zim ovqatlanamanmi deyman. Aka, Ahror aka, Fotima opa kecha darsda bilmasa. Qo'ysangizchi, hozir ham dars eslayapsizmi yana? Bu telefon bilan emas, suhbat bilan yashaganimizda bu ovqat ham shirinroq bo'lar edi. To'g'risini aytsam, telefon bilan zaharlanibsizlar. Texnologiyalarga qaramlikni hamda miyani chirishini oldini olish uchun bizlar quyidagi tavsiyalarga amal qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz bu telefondan foydalanish vaqtini cheklashimiz kerak. Turli xil messenjerlar yoki scroll, telefonda Instagramda o'tirishlar, YouTube'da o'tirishlarni biz cheklashimiz va chegaralashimiz kerak. Ikkinchisi esa biz miyani chirishini oldini olish maqsadida ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Kuniga 15-20 bet yoki 1 soat yoki yarim soat bo'lsa ham bu zarar qilmaydi. Aksincha, o'zingizni foydangizga ishlaydi. Uchinchisi esa turli xil mantiqiy mashqlarni bajarish yoki shu kabi sudoku o'yinlari yoki shaxmat shashka kabi o'yinlarni o'ynasak, bu miyani charxlaydi. Yana bir tavsiya, yangi ko'nikmalarni o'rganib borish. Bu miyani samaradorligini oshiradi va uni yanada tezroq ishlashga undaydi. Eslab qoling, biz telefonning yoki texnologiyalarning quli emas, balki aksincha, telefon va boshqa texnologiyalar bizning qulimiz va ular bizning manfaatimiz uchun xizmat qilishi kerak. Sog' bo'ling.